Menimcha siz bilan siz orzu qilayotgan hayot orasida faqat bitta narsa turibdi. Katta maqsadlar va orzularga ega bo'lish qanday his ekanini juda yaxshi bilaman. Lekin ularga qanday yetib borishni bilmaslik ham bor. Yillar o'tib ketayotgandek tuyuladi, ammo natija juda kichik. Ishoning, men bu yerda vaqtingizni behuda sarflash uchun emasman. Bunga o'xshash ko'plab videolarni ko'rganman. Ular bir kun ilhomlantiradi, keyin esa motivatsiya yana yo'qoladi. Xo'sh, bunga yechim bormi? Yoki siz doim maqsadlaringiz va orzularingiz ostida bosilib yuraverasizmi? Hozir ko'rayotgan bu video deyarli umuman yozilmay qolgan edi. Bu fikr allaqachon aytilgan. Nega o'z vaqtimni yana shunga sarflayman deb o'yladim. Lekin keyin shunday dedim, yo'q, bu men aytmoqchi bo'lgan gap. Bu fikr mening hayotimga ta'sir qilgan. Agar men bunga ishonsam va bu kimningdir hayotini o'zgartirish mumkin bo'lsa, nega buni aytmasligim kerak? Men uzoq vaqt shuni tushunishga harakat qildim. Nima meni oldinga siljishda to'xtatyapti? Ayniqsa maqsadlarim va orzularim tomon yurishda. Va men javobni topdim. Motivatsiya yetishmasligi. Lekin bu motivatsiya yetishmasligi aslida nimadan keladi? Ilhomni kutishdan. Men katta xato qilgan ekanman. His-tuyg'ularimga qarab harakat qilganman. Harakat qilib keyin his qilish o'rniga, agar men ijodiy bir g'oyaga harakat bilan kirishsam, hislarim keyin keladi. Ammo agar ilhom kelishini kutib o'tirsam, odatda umuman harakat qilmayman. Siz ilhom qachon kelishini boshqara olmaysiz, ammo qachon boshlashingizni boshqara olasiz. Maqsadlarim haqida juda katta miqyosda o'ylab yuborsam, hech narsa qilmayman. Lekin bitta kichik ishga e'tibor qilsam va uni bajarsam, unumdor bo'laman. Kalit shunda: avval harakat, keyin motivatsiya. Mukammal vaqtni kutmang. Ilhomning o'z-o'zidan kelishini kutmang. Faqat boshlang. Chunki harakatda emas, kutishda emas, momentum faqat qilishda paydo bo'ladi. O'ylab ko'ring, necha marta ilhom kutib o'tirib, soatlab telefon titkilab, kechiktirib, hozir mos vaqt emas deb o'zingizni aldagansiz. Bu odamni joyida qotirib qo'yadigan aylana. Bu aylana meni ham uzoq vaqt ushlab turibdi. Ammo hatto xohlamagan paytingizda ham boshlasangiz, nimadir o'zgaradi. Miya ishga tushadi, energiya paydo bo'ladi. Bitta kichik qadam keyingisini olib keladi. Shuning uchun ortiqcha o'ylamang, tayyor bo'lishni kutmang, bitta kichik qadam tashlang. Men sizga aynan qaysi qadam ekanini ayta olmayman, lekin biroz o'ylasangiz, bugun sizni ijobiy tomonga siljitadigan bitta kichik ishni topa olasiz. Bu hatto hayotingizni o'zgartirishi mumkin. Chunki haqiqat shuki, hammasi mukammal rejalashtirilgan bo'lishi shart emas. U shunchaki boshlanishi kerak. Boshlanganingizdan keyin ilhom keladi, energiya ergashadi. Har doim shunday bo'ladi. Xo'sh, siz bilan orzu qilayotgan hayotingiz orasida turgan bitta narsa nima? Harakat qilish. Yaratadiganlar bilan faqat orzu qiladiganlar orasidagi farq nima? Harakat. Birinchi qadam. Achchiq haqiqat shuki, hozir bu videoni ko'rayotganlarning ko'pchiligi hatto o'sha birinchi qadamni ham tashlamaydi. Agar men sizni bitta narsaga unday olsam, sizni tanimaydigan, ehtimol hech qachon tanimaydigan, lekin siz uchun yaxshilikni istaydigan inson sifatida shuni aytaman. Bugun bitta kichik ish qiling, faqat orzu qilmang, amalda boshlang.